Keldi, nima qilay, ochuraymi? Voy, Rusdan keldi baka. Ochmasangiz bo'lmaydi buni. Nalik cho'z magazinimizda shunda ochilishi bilan zo'r. O'sha hamma kutgan narsadan keldi. Taxmin qilib, tez kommentga yozinglar nimadan keldi. Wow, qizajonlar. Aka, bu bizda xiyonat qilmaymiz. Nalik cho'z magazinimizning mijozlariga qizajonlar, opajonlarimiz o'sha sizlar sevgan Dior sumkalarimizni o'sha paydam 79 sotganmiz. Hozir ham aka 99 emas 79 ming so'mdan qo'yib yuboramiz. Rasvetkalarni ko'rmoqchimiz mana tayyorlab qo'yganmiz. Rasvetkalarni qaranglar, chiroyli modellarimizni olib kelib qo'yganmiz. Hammasi 79 ming so'm bir partiya yana keldi. Faqat siz arzon qilasiz, biz ham arzon qilamiz. Maqtanmang. Qilingchi aka, qancha arzon? 9 ming so'mdan qo'yamiz mashinani. Razmeri 37 dan ko'pirgacha uchta filalarimizda ham bor. Kuzatuvchilarimiz uchun bilasizmi nima bo'ladi? Gapiring, nima bo'ladi? Qizajonlar, like, kommentariya, podpiska bosib qo'ysanglar, mashinani hammasi 69 ming. Mana bu Dior sumkalarimizning hammasi 79 ming so'mdan bo'lyapti. Tez kelib ulgurib qolinglar, bilasizlar. Uchala filialimizda bor. Qatgacha aka dostavkalarimiz? O'zbekiston Respublikasining barcha yer yuzigacha bor. Ha, odam oyog'i yetgan? Joyga bor. Joyga ham bor. Yozilgan nomerlarga aloqa Marsga ham bor. 79 ming so'mdan keldi.